1 avgustdan poliklinika, dorixona va kasalxonalarga boradigan har bir odam uchun muhim bo'lgan tartiblar yangicha ishlay boshladi. Bu faqat shifokorlar yoki dorixonachilarga tegishli masala emas. Bu sizning navbatda qancha kutishingizga, dorini qanday olishingizga, kasalxonaga yotish uchun qanday yo'llanma kerakligiga, bepul dori yoki imtiyozli xizmatdan foydalana olishingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun bugungi ma'lumotni oxirigacha ko'rish juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday o'zgarishlarni oddiy tilda odamlar tushunadigan qilib tahlil qilib beraman. Bugun men sizga 1 avgustdan nimalar o'zgargani, avval qanday bo'lgani, endi poliklinikaga borganda nimaga tayyor turish kerakligi, dorixonada dori olayotganda nimani talab qilish kerakligi, kasalxonaga yotish masalasida qaysi hujjatlar muhim bo'lib qolganini batafsil tushuntiraman. Eng muhimi, kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Shuni aniq ajratib beraman. Avval odamlarning katta qismi tibbiyot tizimidan foydalanishda bir xil muammoga duch kelardi. Masalan, poliklinikaga borasiz, registraturada navbat, shifokor qabulida yana navbat, laboratoriyaga alohida navbat, keyin natijani olish uchun yana qaytib kelasiz. Qog'oz karta yo'qolib qolishi, analiz natijasi boshqa kabinetda qolib ketishi, shifokor yozgan reseptni dorixonada o'qiy olishmasligi kabi holatlar ko'p uchrardi. Dorixonalarda ham muammo ko'p edi. Odam dori so'raydi, dorixonachi mana shuni oling deydi. Lekin bu dori haqiqatan ham retsept bilan berilishi kerakmi? Narxi qanchalik asosli? Uning arzonroq muqobili bormi? Chek berildim yoki yo'qmi? Ko'pchilik bunga e'tibor bermasdi. Ba'zan odam 3 ta dori uchun 2-3 ming so'm to'lab chiqadi. Keyin boshqa dorixonada ayni tarkibdagi dori 1-6 ming so'm turganini ko'rib hafsalasi pir bo'ladi. Kasalxonalarda esa yana boshqa muammo bor edi. Kimdir tanish orqali yotadi, kimdir poliklinikadan yo'llanma ola olmay yuradi. Kimdir qaysi bo'limga borishini bilmaydi. Shoshilinch holat bo'lsa bilmaydi. Shoshilinch holat bo'lsa bir narsa, reja asosida davolanish bo'lsa butunlay boshqa tartib. Mana shu farqlarni odamlar ko'p hollarda tushunmaydi. Natijada meni qabul qilishmadi, pul so'rashdi. Yo'llanmasiz bo'lmas ekan degan e'tirozlar ko'payadi. 1 avgustdan boshlab asosiy urg'u tartibni shaffoflashtirishga, qog'ozbozlikni kamaytirishga, dori aylanishini nazorat qilishga, bemorning haqini aniq ko'rsatishga va tibbiy xizmatlarni bosqichma-bosqich raqamlashtirishga qaratilgan. Ya'ni endi poliklinika, dorixona va kasalxonada og'zaki kelishuv emas, hujjat, elektron iz, chek, yo'llanma va rasmiy qaydlar muhimroq bo'ladi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Avval ko'p narsa odamning o'zi yurib, so'rab, izlab topishiga bog'liq edi. Endi tizim odamning qayerga murojaat qilganini, qaysi xizmat olganini, qaysi dori yozilganini, qaysi dorixonadan olinganini va qaysi kasalxonaga yo'naltirilganini aniqroq ko'rib turish kerak. Bu yaxshi ishlasa, bemor yutadi, lekin o'tish davrida tushunmovchiliklar ham bo'lishi mumkin. Eng birinchi o'zgarish poliklinikadan boshlanadi. Endi oilaviy shifokor yoki tor mutaxassis qabuliga borganda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Bu pasport, ID karta yoki ayrim holatlarda bolaning tug'ilganlik guvohnomasi bo'lishi mumkin. Nega bu muhim? Chunki tibbiy xizmat sizning shaxsiy tibbiy tarixingizga bog'lanadi. Masalan, sizda qandli diabet bo'lsa, qon bosimi yuqori bo'lsa, doimiy ichadigan dorilaringiz bo'lsa, shifokor buni ko'rishi kerak. Agar har safar boshqa nom bilan, boshqa karta bilan yoki qog'oz yo'qolgan holatda murojaat qilinsa, davolash sifati pasayadi. Hayotiy misol keltiraman. 62 yoshli bemor bor. Qon bosimi doim ko'tariladi. U poliklinikaga keladi. Shifokor unga bosim dorisini yozadi. Lekin bemor avval boshqa shifokor yozgan dorini ham ichayotgan bo'ladi. Agar tibbiy ma'lumotlar tartib bilan kiritilmasa, ikkita bir xil ta'sir qiluvchi dori birga ichilib, bosim juda tushib ketishi mumkin. Natijada bosh aylanishi, yiqilish, hatto shoshilinch yordam chaqirishga to'g'ri keladi. Demak, hujjat va elektron qayd shunchaki rasmiyatchilik emas, bu bemorning xavfsizligi. Ikkinchi muhim o'zgarish resept masalasida. Dorixonada har qanday kuchli ta'sir qiluvchi, antibiotik, gormonal dori, ayrim og'riq qoldiruvchilar, yurak-qon tomir dorilari, psixotrop ta'sirga ega preparatlar shifokor tavsiyasisiz berilmasligi kerak. Avval ko'p odamlar shamollasa ham antibiotik olardi, tomoq og'risa ham antibiotik ichardi, bolaga isitma chiqsa ham qo'shnisi aytgan dorini berardi. Endi bunday yondashuv xavfli ekani yanada qat'iy eslatilmoqda. Masalan, 7 yoshli bolada isitma chiqdi. Ona dorixonaga borib, kuchliroq antibiotik bering deydi. Dorixonachi avvalgidek sotib yuborsa,
Bola aslida virusli infeksiya bilan og'rigan bo'lishi mumkin. Antibiotik virusga ta'sir qilmaydi. Aksincha, ichak mikroflorasini buzadi, allergiya chaqiradi. Keyingi safar haqiqiy bakterial infeksiya bo'lsa, antibiotik ta'sir qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun retsept talab qilinishi odamni qiynash uchun emas, noto'g'ri davolanishning oldini olish uchun. Lekin bu yerda oddiy odam bilishi kerak bo'lgan muhim nuqta bor. Hamma dori retsept bilan beriladi degani emas. Vitaminlar, ayrim oddiy isitma tushiruvchi vositalar, ba'zi tashqi surtma dorilar, antiseptiklar, tibbiy buyumlar retseptsiz berilishi mumkin. Ammo siz dorixonaga borib antibiotik, kuchli ukol, qon bosimi dorisi yoki doimiy davolash preparatini so'rasangiz, retsept so'rashi normal holat. Bunda janjal qilish emas, shifokorga murojaat qilish kerak. Uchinchi o'zgarish dorixonada chek va narx shaffofligi bilan bog'liq. Men har bir tomoshabinga aytaman, dorixonadan dori olganingizda albatta chek so'rang. Chekda dori nomi, narxi, miqdori, dorixona ma'lumotlari ko'rinishi kerak. Nega? Chunki agar dori sifatsiz chiqsa, noto'g'ri berilgan bo'lsa, narx bo'yicha e'tiroz tug'ilsa, sizda isbot bo'ladi. Men shu dorixonadan oldim deyishning o'zi yetmaydi. Chek bo'lsa murojaat qilish osonlashadi. Misol uchun, siz 5 quti dori oldingiz, umumiy summa 1 ming so'm bo'ldi. Uyga kelib qarasangiz, shifokor 10 mg yozgan, dorixonadan esa 20 mg berilgan. Bu kichik farqdek tuyuladi. Lekin ayrim dorilarda dozani 2 barobar oshirish jiddiy oqibat keltiradi. Chek va qadoq bo'lsa, dorixonaga qaytib, masala rasmiy hal qilish mumkin. Cheksiz esa siz bizdan olmagansiz degan javobni eshitishingiz mumkin. 4-chi o'zgarish kasalxonaga yotish tartibida ko'rinadi. Rejali davolanish uchun ko'p hollarda poliklinikadan yo'llanma, tahlillar, mutaxassis xulosasi kerak bo'ladi. Shoshilinch holatda esa boshqa tartib amal qiladi. Agar odam yurak xuruji, insult belgilari, og'ir jarohat, kuchli qon ketish, hushdan ketish, nafas qisishi bilan kelsa, yo'llanma olib keling deb qaytarish mumkin emas. Shoshilinch yordam birinchi o'rinda ko'rsatilishi kerak. Ammo reja asosidagi operatsiya, tekshiruv yoki davolanishda hujjatlar talab qilinadi. Masalan, tizza bo'g'imi og'riyotgan bemor ortoped ko'rigiga boradi. Shifokor rentgen yoki MRT, qon tahlili, terapevt xulosasi kerakligini aytadi. Bemor meni darrov kasalxonaga yotqizing desa, bu har doim ham mumkin emas, chunki kasalxona bo'limlarida joy, navbat, ko'rsatma va tibbiy zarurat hisobga olinadi. Endi bu jarayon rasmiyroq yuritiladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda o'zini o'zi davolashga o'rganib qolganlar. Ayniqsa antibiotik, gormon, bosim dorisi, qon dorisi, tinchlantiruvchi dori, kuchli og'riq qoldiruvchi vositalarni shifokorsiz ichadigan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ikkinchi toifa, kasalxonaga tanish orqali hujjatsiz kirib ketishga o'rganganlar. Uchinchisi, dorixonadan chek olmasdan, narxini solishtirmasdan, retseptni ko'rsatmasdan dori oladiganlar. Kim ortiqcha xavotir olmasin. Agar siz oilaviy shifokorga muntazam borib tursangiz, kerakli hujjatlaringiz bo'lsa, dorini retsept bilan olayotgan bo'lsangiz, chek talab qilsangiz, bu o'zgarishlar siz uchun katta muammo bo'lmaydi. Aksincha, sizga qulaylik bo'lishi mumkin. Chunki tibbiy tarixingiz tartibga tushadi. Dorilar nazorati kuchayadi. Kasalxonaga yo'llanma masalasi aniqroq bo'ladi. Endi eng muhim joyiga kelamiz. Har qanday yangi tartibda istisnolar va noaniq holatlar bo'ladi. Odamlar aynan shu joyda xato qiladi. Birinchi nozik jihat, retsept bo'lsa ham, dorixona sizga aynan shifokor yozgan savdo nomidagi dorini berish shart degani emas. Ba'zan shifokor bir dorining nomini yozadi. Lekin dorixonada uning ayni tarkibdagi arzonroq muqobili bo'lishi mumkin. Siz dorixonachidan shu dorining tarkibi bir xil bo'lgan arzonroq varianti bormi deb so'rashga haqlisiz. Masalan, bitta preparat biga 20 ming so'm, xuddi shu fol moddaga ega boshqa ishlab chiqaruvchiniki 5 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin dozasi, shakli, qabul qilish tartibi bir xil bo'lishi kerak. Agar shubha bo'lsa, dorixonachidan emas, shifokordan aniqlashtiring. Ikkinchi nozik jihat, shifokor yozgan retseptni o'zboshimchalik bilan o'zgartirmang. Kuniga bir mahal yozilgan bo'lsa, tezroq tuzalay deb 2 mahal ichmang. 5 kun yozilgan antibiotikni 2 kunda to'xtatmang. Aksariyat odamlarning eng katta xatosi shu: belgilar kamayishi, kasallik to'lib ketdi degani emas. Ayniqsa antibiotikni erta to'xtatish bakteriyalarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Keyin shu dori boshqa ta'sir qilmaydi. Uchinchi nozik jihat, bepul yoki imtiyozli dori masalasida. Ayrim toifadagi bemorlar, masalan, surunkali kasalligi borlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ayrim
ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar, bolalar yoki homilador ayollar ma'lum xizmatlardan imtiyozli foydalanishi mumkin. Lekin bu istagan dorini bepul olaman degani emas. Bepul beriladigan dori ro'yxati, tashxis, shifokor xulosasi, hududiy tartib, mavjudlik kabi omillar bor. Shuning uchun poliklinikaga borganda mening tashxisim bo'yicha qanday bepul yoki imtiyozli dorilar bor deb aniq so'rang. Og'zaki yo'q degan javob bilan cheklanib qolmang. Mas'ul xodimdan izoh so'rang. 4-nozik jihat, shoshilinch va rejali tibbiy yordamni aralashtirmang. Agar odamning hayoti xavf ostida bo'lsa, vaqt yo'qotish mumkin emas. Masalan, yuz qiyshayishi, qo'l-oyoq uvishishi, nutq buzilishi insult belgisi bo'lishi mumkin. Bunday paytda poliklinikaga navbat olish emas, tez yordam chaqirish kerak. Lekin 3 oydan beri bel og'riyotgan bo'lsa, bu ko'pincha rejali ko'rik mavzusi bo'ladi. Avval oilaviy shifokor, keyin kerak bo'lsa nevrolog, analizlar, tekshiruvlar, shundan keyin kasalxona masalasi ko'riladi. 5-nozik jihat pullik xizmat va bepul xizmat chegarasi. Davlat tibbiyot muassasasida ham ayrim xizmatlar bepul, ayrimlari pullik bo'lishi mumkin. Bu yerda sizning eng katta huquqingiz narxni oldindan bilishdir. Agar sizdan to'lov so'rashsa, bu xizmatning rasmiy narxi qayerda ko'rsatilgan? To'lov uchun chek beriladimi? Bepul alternativasi bormi deb so'rang. Hech qachon qo'lga naqd pul berib, cheksiz chiqib ketmang, chunki keyin e'tiroz bildirish qiyin bo'ladi. 6-nozik jihat. Tahlil natijalari va eski hujjatlarni saqlash. Yangi tartiblar raqamlashtirilayotgani yaxshi, lekin tizim hamma joyda bir xil tezlikda ishlamasligi mumkin. Internet ishlamay qoladi, baza ochilmaydi, eski ma'lumot kiritilmagan bo'ladi. Shuning uchun men bemorlarga doim aytaman. Muhim tahlillar UZI, MRT, rentgen, epikriz, operatsiya xulosasi, allergiya haqidagi ma'lumot, doimiy ichadigan dorilar ro'yxatini alohida papkada saqlang. Telefoningizda rasmini ham olib qo'ying. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatlarini tartibga solib bering. 7-nozik jihat bolalar va keksalar bo'yicha mas'uliyat. Bola kasal bo'lsa, ota-ona dorixonadan bolalar uchun biror narsa bering deb dori olmasligi kerak. Bolada vazn, yosh, allergiya oldingi kasalliklar juda muhim. 10 kilogramli bolaga beriladigan doza bilan 25 kilogramli bolaga beriladigan doza bir xil emas. Keksalarda esa buyrak, jigar, yurak faoliyati hisobga olinadi. Oddiy ko'ringan dori ham ularda nojo'ya ta'sir berishi mumkin. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Bu ro'yxatni eslab qo'ying yoki videoni saqlab qo'ying. Birinchi qadam, poliklinikaga borganda hujjatlaringizni olib boring. ID karta yoki pasport bo'lar uchun tug'ilganlik guvohnomasi, agar bo'lsa nogironlik hujjati, imtiyoz hujjati, avvalgi tahlillar, eski kasalxona epikrizlari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati kerak bo'ladi. Shifokor oldiga bo'sh qo'l bilan kirmang. Menda bosim bor deyish yetarli emas. Qaysi dori? Necha milligram, kuniga necha mahal ichasiz? Oxirgi bosim ko'rsatkichlari qancha bo'lgan? Shuni ayta olishingiz kerak. Ikkinchi qadam, shifokordan retsept va tushuntirishni aniq oling. Dori nomi, dozasi, qabul qilish vaqti, ovqatdan oldinmi yoki keyinmi, necha kun ichish kerak, qaysi holatda to'xtatish kerak, nojo'ya ta'sir bo'lsa, nima qilish kerak, bularni so'rang. Agar shifokor tez yozib bersa ham, siz iltimos, menga qanday ichishni yana bir marta tushuntirib bering deyishga haqlisiz. 3-qadam, dorixonada dat narsani tekshiring. Birinchisi dori nomi retseptga mosmi, ikkinchisi doza mosmi, uchinchisi yaroqlilik muddati o'tmaganmi. 4-si chek berildimi? Agar dori qimmat bo'lsa, arzonroq muqobili bor yo'qligini so'rang. Lekin muqobilni tanlaganda faol modda va doza bir xil ekaniga ishonch hosil qiling. 4-qadam, kasalxonaga yotish kerak bo'lsa, yo'llanma masalasini oldindan hal qiling. Oilaviy shifokor yoki to'r mutaxassisdan tashxis, ko'rsatma, kerakli tahlillar ro'yxatini oling. Qaysi bo'limga boraman? Qaysi kuni borishim kerak? Oldindan navbat bormi? Qanday hujjatlar kerak deb so'rang. Bu savollarni uyalmay bering. Chunki kasalxona eshigiga borganda bir hujjat yetishmasa, yana qaytib yurishga to'g'ri keladi. 5-qadam, agar sizdan norasmiy to'lov so'ralsa, darrov hissiyotga berilmang. Avval rasmiy narxni so'rang. Chek talab qiling. Qaysi xizmat uchun to'layotganingizni yozib oling. Agar sizningcha huquqingiz buzilsa, muassasa rahbariyatiga, sog'liqni saqlash bo'yicha mas'ul tashkilotlarga yoki ishonch telefonlariga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Qaysi sana, qaysi muassasa, qaysi kabinet kim bilan gaplashdingiz, sizda qanday hujjat bor. Meni ranjitishdi degan umumiy gapdan ko'ra aniq fakt kuchliroq ishlaydi. 6-qadam,
Oilangizdagi keksalar va surunkali kasalligi borlarni alohida nazorat qiling. Ularning dorilari tugashidan oldin shifokorga boring. Retsept kerak bo'lsa oxirgi kunga qoldirmang. Masalan, qandli diabet bilan og'rigan odamning dorisi tugab qolsa ertaga olamiz deyish xavfli. Qon shakari ko'tarilib ketishi, ahvoli yomonlashishi mumkin. Shuning uchun doimiy dorilar bo'yicha kamida 7-10 kun oldin harakat qiling. 7-qadam o'zingizni o'zingiz davolashni kamaytiring. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shu: odamlar internetdan o'qiydi, qo'shnisidan eshitadi, dorixonadan so'raydi va o'ziga tashxis qo'yadi. Bosh og'risa bir dori, qorin og'risa boshqa dori, yo'tal bo'lsa antibiotik. Bu yondashuv xavfli, chunki bir xil belgi turli kasallikda bo'lishi mumkin. Qorin og'rig'i oddiy hazmsizlik ham bo'lishi mumkin, appenditsit ham bo'lishi mumkin. Ko'krak og'rig'i asabdan ham bo'lishi mumkin, yurak xurujidan ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun tartib kuchayishi sizni shifokorga vaqtida borishga majbur qilsa, bu aslida foydali. 8-qadam, har bir xizmatdan keyin hujjat oling. Poliklinikada ko'rikdan o'tdingizmi, xulosa so'rang. Tahlil topshirdingizmi? Natijani oling. Kasalxonadan chiqdingizmi? Epikrizni saqlang. Dorixonadan dori oldingizmi? Chekni tashlab yubormang. Bular sizning sog'lig'ingiz tarixi. Ertaga boshqa shifokorga borganingizda aynan shu hujjatlar to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Demak, 1 avgustdan poliklinika, dorixona va kasalxonalarda asosiy o'zgarishlar tartib, nazorat, hujjat, retsept, chek, yo'llanma va tibbiy ma'lumotlarning aniq yuritilishi bilan bog'liq. Bu o'zgarishlar bir qarashda odamga qo'shimcha talabdek ko'rinishi mumkin, lekin to'g'ri ishlasa, bemorning noto'g'ri dori, asossiz to'lov, yo'qolgan hujjat, tushunarsiz navbat va sifatsiz xizmatdan himoya qiladi. Mening tavsiyam oddiy: hujjatlaringizni tartibga soling, shifokordan aniq tushuntirish oling, dorixonada chek talab qiling, retseptsiz kuchli dorilarni ichmang. Kasalxonaga yotishdan oldin yo'llanma va tahlillarni tayyorlang. Eng muhimi, sog'lig'ingiz bo'yicha og'zaki gapga emas, rasmiy hujjat va shifokor xulosasiga tayaning. Sizning hududingizda 1 avgustdan keyin poliklinika, dorixona yoki kasalxonada qanday o'zgarish sezildi? Navbat kamaydimi? Chek berishyaptimi? Retsept so'rayaptimi? Yo'llanma tartibi qanday bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Chunki odamlarning real tajribasi boshqalarga juda kerak bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.